Hurmatli kuzatuvchilarim, ancha tanaffusdan keyin men yana qaytdim. Men sizlarga ajoyib yangilikni aytmoqchiman. Kattaqo'rg'on Dexon ofislarida ajoyib ISP paketlari yo'lga qo'yildi. Kelinglar, men sizlarga ISP paket mahsulotlari bilan tanishtiraman. Kakoji mahsulotimiz butun dunyoga hit bo'lgan o'sha aynan farzandlar uchun gijalarini to'kishga, xotirasini tiklashga. Siz kofega choy qo'shilganini ko'rganmisiz? Ana sizda ajoyib yangilik. Bu vita olon choy qo'shilgan kofelarimiz hozirgi kunda sizga bo'ladigan magnit bo'ronlarga, gormonal buzilishlarga juda ham ajoyib effekt beradi. Va albatta jazirama issiq kunlarida chanqoq bosdi bizani ajoyib ozdiruvchi, qonimizni suyultiruvchi limon choylarimiz. Spika choylarimiz mana shunaqangi jazirama issiq bo'lganda ham hattoki shamollagan insonlar juda ko'p bo'lyapti. Bu choyimiz mavsumiy tumov virus infeksiyalarga juda ham zo'r. Asosiysi bosh og'rig'ini qoldirib sizga energiya beradi. Mukavichi mahsulotimiz, kollagenimiz ayol qizlarimizni ozishlari uchun, chiroyli bo'lishlari uchun, yosharishlari uchun ajoyib mahsulot. Kokos yog'imiz hozirgi kunda juda ham ko'p uchraydigan o't qopida muammolarga, ich qotish holatlariga, xotira kamayib ketishlariga yaxshi effekt beradigan mahsulot. Albatta Garsina mahsulotimiz men sizlarga tushuntirmoqchiman. Qotib qolgan vezga, jigar yog'larini eritishga, qonni suyultirishga super mahsulot desam ham adashmayman. GL mahsulotimiz xotirani tiklashga, bosh miyaga qon aylanishini yaxshilaydi va albatta gormonal buzilishlarga. Kelinglar, mana shu mahsulot haqida yaqinroq tushuncha bersam. Hozirgi kunda abituriyentlarimiz, farzandlarimiz repetitorga borib ko'proq o'rganishni xohlaydilar, imtihonlardan yaxshi o'tishni xohlaydilar. Bu mahsulot ularga ajoyib yordam berib, diqqatlarini yig'ib, xotiralarini tiklashga yordam beradi. Qaynana kelinlarning siri hisoblangan Dexon savonlarimiz ajinlarni yoyadi, yuzni oqartiradi, yoshartiradi. Hozirgi kunda sizda terlashlarni oldini olib va albatta terlashni sizdan bartaraf qilib beradigan pastamiz Damashniy doktor. Siz bu pasta o'zingizga tursa, skori ham chaqirmaysiz. Dorixonangizda, aptechkangizda hech qanaqa dori ham bo'lmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu mahsulotlarni xarid qilishni xohlasangiz, bunda albatta lichkaga yozing, Kattaqo'rg'on servis sentridan bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin.